Voy, baliq ham tushishi juda ham qiyin bo'lib ketdi. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Mani ismim Jimmy va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bola obunachilar, men hozir uzr baliq ovlab o'tirgandim. Sababi nima desam bo'ladi, kecha chiqqanmidim albatta. Kecha chiqqandim. O'zi baliqga mana shu kutib o'tiribman. To'g'ri bir ikkita baliqlar ovlaganman, lekin yana baliqlar ovlasam juda ham zo'r bo'lardi. Baliqlar tutsam. Keldi. Hoppa. Let's go, yaxshi. Faqat mana buni clownfish degandan tushmayapti. Home fish degandan tushyapti. Короче, baliq deganda. Mayli bo'lmasa ketdik bolalar uyimizga. Uyimizga ketmasak bo'lmaydi. Hop, boramiz. Mayli baribir bizga kerak emas bular. Hop, bizni qishlog'imiz mana shu yerlarda edi. Hop, bu qayiq kimniki ekan? Kimdir baliq ovlagani kelgan yoki kimdir shahardan kelgan. Qiziq, kim buni qilgan bo'lishi mumkin bola? Buni buzib qo'ygan yaxshi. Okey, buni bola. Mayli, hop, qayiq tushib ketdim. Pastga hozir ovolaydi bola. Kimni qayig'i bo'lishi mumkin, ha? Bola kim kelgan bo'lishi mumkin bizni shaharimizga? Elektrik bot, qiziq. Bolami qaraylik. Elektrik bot ekan. Qanday qilib buni ishlatsa bo'ladi? Qanday qilib? Rana bossam. Tami bolalar yo'q, tani bossa emas. Tami. Qisqasi nimadirda bossa ishlar ekan bolalar. Mayli, nima bo'lganda ham olganimiz yaxshi. Okey bo'ldi. Xo'p, o'zimni qayig'imni ham olganim yaxshi. Xo'p, buni o'zib tashlayveramiz. Okey, yaxshi. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'p. Bolalar sizlarga katta rahmat, 1000 tadan ziyod obunachi bo'lganingiz uchun. Buning uchun bolalar nima deb sizlarga rahmat deyishni ham bilmayapman. Va nima ham derdik, xo'p. Okey, mayli. Bo'lsa ham mayli. Xo'p, tushunmadim. Bu tentelarni kim bunday qildi va qishloqlar nimaga bunday turib olgan? Qiziq. Mayli. Hozir boramiz. Xo'p, tezroq olamiz bularni. Xo'p. Mer bu yerda nima bo'lyapti? Короче, bitta buzg'unchiga hamma yerda portlatyapti. Hamma sani uyingga yashirib olgan shuning uchun. Nima qilasizlar meni uyimga yashirib? Nima, meni uyimni portlatmabdimi? Yo'q, nimagadir sani uyingni portlatmayapti. Xo'p, qiziq, sizni ham uyingiz portlatdimi? Jimmy, gapirma. Voy, to'xtang, bo'lmasa men bularni tez tozalab olamiz va kim portlatayotganini ko'ramiz bolalar. Qani kim ekan? Uzr bolalar, sal shamollaganman. Nimadir bo'lyapti bolalar, men tomog'imga. Nimadir bo'lyapti, aniq nimadir bo'lyapti tomog'imga hozir. Bolalar, nima ham derdingiz? Sovuqlar tushmoqda, bolalar. Tashqari juda sovuq. Sovuq, nima farqi bor? Ikkalasi ham bir xil ma'no. Ko'rrakchisi bolalar, mana shuni tez olamiz, Bu tentalarni ham olamiz, bolalar. Buni qaranglar, 45 ta tenta bo'libdi, qo'ying. Bolalar o'zingizlardan so'rasa yaxshimisizlar bolalar? Mendan so'rasanglar bolalar, hammasi shikalat bolalar. Menda juda ham ajoyib bo'lmoqda. Maktabdagi bir ikkita vaziyatlarni inobatga olmaganda barchasi joyida. Xo'p, menimcha barcha narsani oldim bolalar. Mayli, nima bo'lganda ham bolalar. Sizlarga juda ham katta rahmat, chunki 1000 tadan ziyod obunachi bo'libdi. Nima ham derdik bolalar? Buni nishonlash kerak deb shunday qilib qilsam ketaman. Mayli, xo'p, birinchi o'rinda buni qidirish kerak. Qayerda ekan u? Qiziq. Qishloqqa seni ko'rmadingmi? Nima desam bo'ladi? Bitta qanaqadir tentalar, mana bunaqa narsalar qurib yurgan odamni. Yo'q, Jimmy, ko'rganim yo'q. Okey, mayli, o'zing bilasan. Xo'p, mayli, odam ham video qilgani uyalib qoldi bolalar. Chunki sababi meni ayrim bitta ikkita sinfdoshlarim ko'rmoqda bolalar. Kuzatmoqda, bir ikkita videolarimni ko'rib qoladi. Shu sababdan bolalar qandaydir uyalish hislari bor, lekin bolalar, sizlar uchun videolar qilishga har doim vaqt va uyalishlarni cheklagan holda bemalol videolar qilamiz. Mana bu yerda qolib ketibdi, yaxshi. Xo'p, menimcha boshqa yo'q. Xo'p, merni oldiga hozir birinchi o'rinda borib aytamiz. Xo'p. Mer, mana bu yerda umuman faqat mana bu tentalar topdim. Boshqa boyagi jinoyatchini topganim yo'q. Jimmy, iltimos shuni top. Voy, bo'lmasa to'xtab turing mer. Hozir topamiz, topsangiz topamizda. Xo'p, birinchi o'rinda bizda bolalar. Xo'p, o'zimizni sekretni joydan o'zimizda pistolet bilan nimadir, короче, bo'lib boshim og'riganda. Nimalar deb
Hop, bunday bularni qo'yamiz. Okey, hop. Bu yerda nimalar bor? Hop, sendvichlarni olib olamiz. Qornim juda ham och. Okey, buni bunday qo'yamiz. Bularni ham qo'yamiz. Hop, yaxshi. Bo'ldi menimcha. Qilib olamiz. Okey, bo'ldi. Nima bu? Pastdan qanaqadir ovozlar eshitilyapti, bolalar. What the heck? What the? Qishloqlar nima qilyapsizlar? Jimmy, bizani uylarimiz portlatib, bizani yo'q qilmoqchi bitta odam. Voy, shunda meni uyimga bunday yashirinib nima kerak? Tashqariga chiqinglar, buni qaranglar, lava o'qiyapti. Iltimos turaylik. O'sha odamni topib keyin chiqamiz. Voy, sallani. Mayli bo'lmasa. Bir marta kechiraman sallani. Agarda yana bir marta shunday qilsalaring, uyimni tagida ko'rsatib qo'yaman sallaga. Hop, mana sallaga sovg'a. Oy, what the heck? Bunday ajoyib bo'ldi. Hop, mayli, hozir bularni keyinroq haydab yuboramiz. Bir qutamiz. Voy, bularni ko'pligini. Ha, bo'ldi, men hozir topib kelaman. Okey, bo'ldi. Yaxshi, qayerda bo'lishi mumkin? O'tdi. Hey, mana bumi? Voy, sen to'xta. Shoshmay tursan. Voy, meni tutolmaysan. Voy, yo'q ke. Bolam qaraylar qochib ketyapti. Men ham chiqishim kerak. Ha, voy, yo'q ke. To'xta. Voy. Buni qaraylar qochishini. Tutolmaysan deyapman senga. Men tuta olaman. Voy. Qaraylar, boydan bir o'rayapman qochib ketyapti. Hozir men uyaman desam, men ham tushdi bilaman. Nima uchun quraverasan? Bu yoqqa ke, menda pistolet bor, to'xta. Meni qilolmaysan. Bo'ldi, kelamas. Bo'ldi. Pistoletim bor, bo'ldi. Sen, vapishtam kimsan? Men shahardan kelganman. Men seni obunachingman, Jimmy. Yo'q, bunga o'xshamayapti. Bu yoqqa ketdi. Sen yurma. Qo'y qochishini. Qara, men senga zo'r narsa ko'rsataman. Nima ekan? To'xtagin zo'r narsa. Hozir 5 minut senga oltinlarimni beraman. Davay, tezroq bo'l, kutaman. Sen men o'zingcha o'ynashyapsan men bilan. Sen yaxshiroq ovozingni. Bolalar ko'rsataman menga. Hop, menga qalay, zo'rmi mana shu? Mana shu qo'limdagi pistolet. Nima, yo'q, unday qilma. Hozir men senga ko'rsataman. Ajoyib. O'tdi. To'xtasan. Bu qaraylar, qayerdan paydo bo'ldi bu? Sen meni yo'q bo'ladi deb o'yladingmi? Men bir Minecraftdagi xatolikman. Yo'q, yana qaytib seni shunday yo'q ko'rsamchi. Mana senga. Qancha? Bo'ldi. Qaytib bo'lmasa kerak, bilmayman men ham. Mayli. Voy. Qayerga qo'yib bo'lyapti? Mer, menga nimadir bo'lyapti. Voy. Mana senga. To'xta, bo'lmasa men senga bitta gap gapiray. Yo'qol, toshni ter. Jonga tegdi bor. Voy. Tentalar tushdi. Jonga tegdi bor bu bola. Nimalar qilmoqchi bo'lyapti, bilmayman-ku. Lekin bularni parchasini buzib qo'yamiz. Bo'ldi, qaytib tirilmasa kerak, to'xtanglar. Qaytib tirilmasligi uchun mana bu yerda yo'q qilish kerak bo'ladi. Chunki har doimgidek, hop, mana shu atroflardan tirilayapti. Hop. Qayerdan tirilayotgan bo'lishi mumkin lekin. Hop, mana shu yerdan tirilayapti. Ko'rsataman, qaranglar. Hop, mana shu. Bo'l. Tushundim. Minecraft xatolik ekan, bolalar. Bunga e'tibor bermaymiz. Mana shu yerlarda ekan. Hop, birinchi o'rinda mana bularni shunday qilib quramiz. Okey, bo'ldi. Yaxshi. Mana shunday qilib qursak juda ham ajoyib bo'lardi. Bo'ldi, mana shunday piramidacha qilib qo'yganimiz yaxshiroq menimcha. Bo'ldi. Bo'laman. Ana endi hozir lavani olib kelamiz. Lavani olib kelishdan oldin to'xtalamanda satil bor edi. Paqirmi nima deydilar, nima degan bo'lishi. Nazar. Makaroni, chips, короче, bolalar, men makillab qoldim. Uzr so'rayman. Uning uchun bolalar, lekin bolalar hozir ko'rsatib qo'yaman men bunga nima qilishni. Hop. Shu yerdan qo'yamiz lava. Qani tez portla. O'lsan qishloqqa, what the heck, qochib yurding. Yo'qol. Jimmy, nima qilyapsan? Qishloq portlatyapsan. Men bu bolani yo'qotishim kerak. Shu sababdan portlatishga majburman. To'xtanglar, mana shu yerdan o'tib ketadi. Oy. Tezroq. Voy. Yaxshi. Qochish kerak. To'xtanglar, lavamni oling, lavamni. Voy.
Voy. Voy. Kompyuterim qotdi. Lavani ol. Lava. O, yaxshi. Olim bo'la. Xavotir chiqmaymiz. Qaytib tirilmasa kerak. Yig'ishtir. Mana bilan yopish kerak bolalar. Yopish kerak. Nimadir qilib buni qaranglar. Voy. Voy. Mana nimadir qilib hozir. Qochish kerak. Bolalar hozir qochmasak bo'lmaydi. Portlagan bo'lishi aniq. Bor. Portlamadimi? Bo'ldi. Qochish kerak. Oy. Qaramadim. Qochayni mana shu yerdan bolalar. Yo'qol. Suvga o'tma. Obsidian paydo bo'lmasin bola. Obsidian paydo bo'lishi mumkin emas bilasizlar Minecraftda. Sababdan to'xtanglar, men nimaga mum qurayapman? Tenta portlaydi-yu. To'xtanglar, asta tusish kerak. 5 minut. Mana shu narsani tashlab yuboramiz. Okey, bo'lib ketyapti. Bo'ldi. Tenta portlamaydi menimcha. Tenta umuman portlamaydi bolalar. Yopish kerak. Voy. Sanama. Yo'q. Uy. Bo'l, yaxshi. Hammasi joyida. Kelma. San. Uy. Portla. Oh my god, bo'l. Let's go. Portlab ketdi. Mana shu qaytib paydo bo'lmay. Uy. Nimadir ko'rdimmi? Uy. Ko'rinmasmi? Nimadir ko'rnyapman bolalar. Tezroq bu yerdan qochmasam nimadir bo'lyapti menga. Voy. Mana bu lavalar jonim yetadi. Yig'ishtir. Yo'q. Yo'q. Voy. Qoch. Obbo, tezroq qochmasam bu yerdan bo'lmaydi. Hop, lavam qaytarib oldim. Okey. Menimcha mer meni ayblamasa kerak. Chunki juda ham ko'p portlatmadim bolalarga qaranglar. Ozgina portlashlar bo'ldi. Mer menimcha men hamma narsani boyaki portlaydigan bolani yo'q qildim. Sabr, butun qishloqni yo'q qildik hozir. Deyarli yarim qishloqni. Mer uni yo'qotish uchun shunaqa qilishim kerak edi. Uzr, lekin mer. Adminga telefon qilish qiyin edi. Adminga telefon qilish, to'g'risi. Hayolim kelmadi. Bari davay hisob biling. Lavamni qo'yaman. Bu safar mendan yordam so'ramanglar bo'lmasa. Xo'pmi? Tushuninglarmi? Agar yordamim shunchalik yoqmayotgan bo'lsa, asam yo'naysizlar. Yo'q o'laydi. Suv kerak bo'lishi mumkin. Men yana baliq oviga ketaman. Tushuninglarmi? Ish qilganinglar uchun. Qaytib kelmayman bu qishloqqa. Yo'q, qaytib kelaman. Keyinroq kelaman. Bilganinglarni qilinglar, men ketdim. Bundan ko'ra, bundan ko'ra baliq ovi yaxshiroq. Tushuninglarmi? Qo'linglar olimdan. Bu mer asabimga o'ynaydi mer. Yaxshi bo'ldi. Okey. Okey, mayli. Nima bo'lganda ham yana men baliq oviga ketdim bolalar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Jimmy bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'ldi. Ikkinchi bola bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kelasi maqsadimiz 2000 ta obunachi bo'lish. Voy, yo'qol. Sanimi hozir. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Jimmy bo'ldim. Sog' salomat bo'linglar. Bum.